Uylanmagan bemorimiz ko'rikka kelgan paytda tekshiruvlar natijasida unda VICH kasalligi aniqlandi. Xalq orasida buni SPID deyiladi va bu kasallik unga qayerdan yuqqan? Demak, bemorimiz bizga murojaat qildida siydik yo'llarida achishish, qichishish holati va birozgina ajralma kelishi. Bemorimiz kelgan paytlarida biza albatta birinchi o'rinda PCR analizi olamiz. Chunki qanday turdagi infeksiyalar yuqqanligini aniqlash maqsadida. PCR analizi olgan paytimizda bemorda oddiy xlamidия infeksiyasi aniqlandi. Xlamidия infeksiyasini davolash juda ham oson hisoblanadi. Bemor bilan gaplashgan paytimizda bemorda absolyutni jinsiy aloqa bo'lmagan. Xlamidия esa faqatgina jinsiy aloqa orqali o'tishi mumkin bo'lgan infeksiyalardan bittasi hisoblanadi. Va bemorda fikr o'sha gaplarni yaxshilab eshitganimizda faqatgina og'iz orqali aloqa bo'lgan. Ya'ni bemorda o'sha minet kuzatilgan shunaqa holat. Demak, minetdan so'ng bemorda siydik kanalda achishish va turli xildagi ajralmalar kela boshlagan. Bemorning fikri bo'yicha minet bu 100% xavfsiz va undan hech qanaqa infeksiya yuqmaydi degan fikr mavjud edi. Va absolyutni yana bir marta aytaman, hech qanaqa aloqa bo'lmagan. Bu narsani bemor qayta so'radi va bemorda hech qanaqa yashiradigan joyi yo'q. Bu narsa umuman bo'lmagan deb aytdi. Va tekshirildi, infeksiya aniqlandi, bemor davolandi, yaxshi bo'ldi. Endi bu minet bo'lganiga ham ancha vaqt bo'lgan. Tam 20 kun, 1 oy davomida oldinroq bu holat kuzatilgan, davoladik, 1 hafta 10 kunda yaxshi bo'ldi va men bemorga tavsiya etdim. Har ehtimolga qarshi VICH kasalligiga va sifilis kasalligiga topshirishni, ya'ni bu SPID bilan sifilis. Endi bemorning aytishi bo'yicha absolyut shuhbatgacha hech qanaqa aloqa bo'lmagan, faqatgina tanishlariga qo'shilib dachaga borib qolgan va u yerda minet orqali aloqa bo'lgan. Jinsiy aloqa emas, faqat minet kuzatilgan. Demak, o'ylaganki minet orqali hech narsa yuqmaydi deb o'zini bemalol qo'ygan. Va bemorda tavsiyamizdan so'ng VICH va sifilis kasalliklariga tahlillarni topshirdilar. Sifilis kasalligi hammasi joyida, afsuski bemorda VICH kasalligi aniqlandi. Ya'ni bu SPID hisoblanadi. Xalq orasida SPID desa ko'pchilik biladi. Demak, minet orqali ham VICH yuqishi mumkinmi? Ha, yuqishi mumkin. Qaysi qanaqa holatlarda? Agarda jinsiy olatda shilliq qavatida jarohatlanish bo'lsa yoki jinsiy olatni teri qavati butun bo'lmasa va minet qiladigan shaxsda ham VICH infeksiyasi aniqlangan bo'lsa va uning ham og'iz bo'shlig'ida turli xildagi travmalar bo'lsa. Demak, bu bemorimizda xuddi mana shunaqa holat bo'lgan, ya'ni jinsiy olatida ma'lum bir treshinalar, yorug'lar bo'lgan. Undan tashqari minet vaqtida tishlar bilan jinsiy olatga zarar yetkazilgan va so'lakdagi suyuqliklar orqali to'g'ridan-to'g'ri boyagi VICH kasalligi bilan kasallangan. Ya'ni hozir bemorning istoriyasini olib qaraganda umuman absolyutni 1 yil davomida hech qanaqa deylik stomatolog ko'rigiga borilmagan. Bu birinchi marta aniqlanyapti va umuman absolyut jinsiy aloqa kuzatilmagan va bemor afsuski VICH kasalligi aniqlangandan so'ng o'sha VICH markazi shifokorlari tarafidan u ro'yxatga olinadi va keyingi davolash ishlari amalga oshiriladi. Demak, bu chiqishimiz bilan nima demoqchimiz? Birinchi navbatda absolyut bunaqa narsalardan yiroq yurish kerak. Jinsiy aloqani o'zi bu o'ta katta xavf hisoblanadi. Ya'ni hatto siz prezervativ bilan aloqa qilsangiz ham, prezervativ taqqanda ham yuqadigan infeksiyalar mavjud hisoblanadi. Prezervativ bu 100% himoya degani emas. Va jinsiy aloqani o'zi xavfli, ayrimlar minetni to'liq xavfsiz deb o'ylaydi. Afsuski minet orqali ham turli xildagi infeksiyalarni yuqtirib olishingiz mumkin. Shuning uchun ham o'zingizning kelajagingiz uchun bunaqa noodatiy aloqalardan o'zingizni saqlashingiz kerak bo'ladi. Agarda qaysidir infeksiya chiqib qoladigan bo'lsa, masalan, oddiy turdagi infeksiyalar bo'lsa, ularni davolab bo'ladi. Afsuski, ayrim yomon turdagi infeksiyalar yuqadigan bo'lsa, bu sizning kelajagingizni to'liq barbod qiladi va bu bir umrga sizga qo'yilgan tamg'a hisoblanadi. Shuning uchun ham himoyalanmagan begona ayollar bilan jinsiy aloqadan va albatta ko'pchilik xavfsiz deb o'ylaydigan minet holatidan ham to'liq saqlanish kerak va bu sizni
kelgusida bo'layotgan og'ir muammolardan oldini olishga yordam beradi. Albatta, har bir yigit kishiga biz tavsiya etamiz. Uylanishdan oldin yoki undan keyin shunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, tekshiruvdan o'tishingiz kerak va eng asosiysi o'zingizni to'liq sog'lom ekanligingizni ishonch hosil qilishingiz kerak. Chunki siz nafaqat o'zingizni sog'lig'ingizga javobgarsiz, balkim o'zingizni ayolingiz yoki bo'lajak ayolingizni sog'lig'iga ham javobgar inson bo'lasiz. Shuning uchun ham albatta yuqorida aytib o'tgan maslahatlarimizga amal qiling.